Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, kanalimiz muxlislari. Bugun biza konkretno aytsaklar, Bolida rayonidan o'tgandan keyin, Bo'ron zapravkadan o'tgandan keyin Sammoyni orqa tarafida shunday bir chiroyli 3 etaj hovli joyimiz sotib qo'yilgan ekan. Shuni obzorlarini ko'rsatib, tanishtirib o'tamiz. Sen onda ketdik. Eldalarina ko'rib turganlaringiz istehaj ketilingan, bog'lar muramurdan zatilingan lisensiyalar. Kanalizatsiyalar tashab o'tilingan eldinda. Fasadlar ham ataçan taraf zatilingan. Cho'tkat. Eshiklarimiz demir eshiklardan qo'yilgan. Apshib ketilingan polni stichan. Garaj ham polni cho'tko'lik tayyorlab turibdi. Avtomat tashab o'tilingan beri. Bon tarafimizdan yana bir shunday bir ullu keng yeri bor. Bu ham xolasangiz bir masalan kolodobga bir kerakli versan, qo'ymoqqa bir mesatib qo'ysangiz bo'ladi. Buni orqa tarafi ham mesasi bor. Bu yerni yarimidan. Bu yerga bir mashina sig'iydan yotib qo'yibdilar. İnşallah ham shu ketilingan yana darvozalar. Tayyor joyimiz. Endi ichan qismi bilan tanishtirib o'tamiz. Lisensiyalarni ko'rsangizlar yana muramur niyatib, cho'tka deb erganliklarni ham nijovkadan ajoyib ajratib qo'yibdilar, chiroyli etib. Eshiklarimiz ham demir eshiklardan qo'yilgan. Ishlar yopishib ketilingan. Xonadonimizga kirsak, do'stlar, o'ng tarafimizda rakovina mestalari. Bu yerda registrlar tashab o'tilingan. Ko'rib turganlaringizdek, kan tarafda konditsionerlar ham yaxshisidan ko'p qo'yibdilar. Aboylarimiz ham mo'ysha aboylar. Bana bir registr tashanlar. Televizor qo'yadigan mestamiz ham chiroyli etib qo'yibdilar. Ko'rib turganlaringizdek, ajoyib etib. Giriklardan foto yine 4'e 10 bor. 4'e 10. Girgemizden birinci xonamiz zalimiz do'stlar. Zalimiz ham 6'ga 4. Patologlarimiz ham chiroyli etib figura berib zatilingan do'stlar. Registrni ham yaxshisidan mustahkamidan qo'ygan. Aqpa plastik kanalari qo'yilgan. Televizor qo'yadigan meslarimiz ham yana chiroyli etib zat qo'yibdilar. Eshiklarimiz MDF eshiklardan qo'yilgan. Rombik aynalı. Ko'rib turganlaringizdek sifatli eshiklardan qo'yilgan. Bu yerda aytganimizdek yana garajimizni orqa tarafidan shunday akkuratni etib qo'yibdilar. Sanuzil etib. Do'stlar, stollar qo'yilgan, steril mashinalar, beramina isitgichlarni tashlab o'tganlar meslar. Bağımızın çırayla tutulayan izledim. Paket eli işletilinmeyen sırayla maşinalı. Şimdi görünüşlerini akurat netip ventilasyalarını tasap ötülüngen toşkeler. Şimdi görünüşlerini. Bir yan tarafımızda kuxnyamiz. Kuxnyamiz ham do'stlar mebellari qo'yilib tayyor bo'lib turibdi. Pollarimiz ham yerimiz laminat pol. Gazlarimiz ham ishlatilmagan, bitishlar hech ishlatilmagan. Rakinalar ham cho'tchisidan qo'yganlar. High-tech mebellar, high-tech variant. Yere bersen gözü gider orada. Nastilli katyolla koyuluk aynen. Filtrler hem koyulup birem atapeneler taşab ötelingen. Bir yan tarafımızda spalnimiz bu. Spalnimiz hem ulluk taşalgan. 4,5 metre. Registrler taşab ötelingen.
Zilyon zonalar ham pullu kaldırılgan dostlar. Yine görürsünüz. Zilyon zonalarından yine görüyorsunuz. Kalı üstlerem taşalgan biri. Bir an tarafında yine gazlı neler hem durdu gelip düşüp biri. Şimdi görünüşte yine. Endi dostlar ikinci etaj bilan tanıştırıp ötemiz. Birinci etajını gösterip öttik. İkinci etaja çıkaveririz. Lestnitsalarımız kafelden koyup zedelengen. Çıkaveririz. Hortumuzda işin peyzaj çıraylı gülünü işimize etip koydular. Çıkıp geleveririz. Hortumuz bu. İkinci etaja çıkkanımızdan ullu bir işinin 4'e 10 çıkan holumuz var. Ban tarafta balkonu var dostlar. Balkonu var bir de registrle taşılan moyuşa boyalan koyulgayning. Fotoğraflardan figura berip zetilengen. Bir de zalımızın üstü zal. Bir hem çırağlar zetilengen yine. Registrler hem yazısından taşılan. Şimdi görünüşte. Belirlenen yine ceybeti mebiline hepsi koydular. Eşiklerimiz hem sıfatlı eşiklerden koyup koronalı çıraylı eşiklerden koyulgan. Birimizde spalni taşalgan birden bir. Şimdi görünüşte avtomatla ikinci etaj için taşalgan değil. Birimizde yine bir spalnisi dostlar. Spalnisi devallarımız moyuşa boydan koyulgan. Patologlarımızda müşe figura berip zetilengen dostlar. Registrler taşa ödelengen aynalar akvaplastik aynalardan. Bu joyimizda dostlar görüp öttik. Şimdi kızıklı yerine gelsek. Kvadrat metre 200 kvadrat metre. Mesta palajaniyasi aytib o'tganimizning Boraz zapravkadan o'tgandan keyin chap tarafimizdagi ko'chada. Puluna kelsak, pulini 95 ming dollar deb turibdi. Ozgina kelishadigan yeri bor. Kelsangizlar do'stlar, kelishtirib beriladi. Esa keyingi roliklarda ko'rishguncha deb qolamiz do'stlar. Xayr, sog' salomat bo'linglar. Like, podpiskaniyadan chiqarmanglar.